Bulanı tutkanını 50% skit getib verəm. 5 milyonluq bolsa 2,5 milyondan xalanını tutkanını verəm. Tutkanını ne dağa? Tutkanını mən o tutup oturup ya bir özgərtirim mən Cavdaki xalası. videonun işini başına koy verəm. Yarı bakasına Koy ver, yarım bakasına verəm. İş ödən tartibina, iş öyrəcək gəlsinlər xalağanıyla 5 milyon som satılıb durğan bula tenepene giləməməsli ki. Kaçıstolar zorlar. 5 milyonluq 2,5 milyona verəm. Yımda çisti İranskiləri var. Bu xatarını bir göstərib ver. Ava. Bu İranskilərin ki 6 milyon satılğan 3 milyondan getdi. Xalağanı üzü seyləb yayıb xuşboy xidlərin 3 milyondan getdi. Xalanlasın. Tutkanı. İmakar Ağabek kolunu dıkadın ki şuna. Abi giremedi bu. Neden girdi? Görünüp tuttu bunu gülünü. Bu kaçıstosu zor. Roza Ramazan ayı münasebeti bilen gilemlerde yengilik yok mu diyen abunaçlarımız için Rice Center bozarı Urgaz 111 magazinden zor yengilik var eken. Açıları boyunca 49 bin somdan başlap en kımmat 250, 280, 300 bin somaça buğan gilemlerini hemmesini 155 bin somdan koyup veremeyende tuttular. Göremiz neçik gilemler gelip de yengi gilemlerini açıları boyunca abunaçlar 4 xil narx koyamız dedi. Adaş gitmeslikleri için abunaçlarınızda tuttular. Hazır batafsil içine giremiz ve cevap ekamiz özünden malumat veremiz. Ondan elden dükkan adresini tushuntiradigan bo'lsak, bize duran joyimiz Urganch Rice Center bozorini eski bozor bo'ladi, ko'pchilik biladi. Günchiqar darvozasi bor buni ochar. Shuning Günchiqar darvozasi tomonidan kelaverishimizda chap qo'limizda 111 Urgaz gilamlarda banner chiqarilgan bo'ladi. Bu yerni ko'pchilik bu tomonidan kelsangizlar eski Sultonbeyli, hamma biladigan Sholkamatal tomonidan kelaverishimizda Toshkent Stenki deb aytadi buni ochar. Keling ko'p vaqtingiz nomalidan dengel gilamlarning narxlari, aksiya chegirma va servis xizmatlari haqida bilib beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sağolun. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, Ağabekning obunachilari. Bugun xudo xolasa zo'r aksiyalar aytib berajekmiz. Sizlar uchun bilasizlar, hamma arzonchilik tarafdorimiz biza boshqa temoatimizdan ko'rib narxlarni arzonlatamiz. Ağabek. Yangi yilda oxirgi marta e'lon qilgan edik, shunda bir yangilik qilgan edik. Endi xudo xolasa Roza Ramazon oyi munosabati bilan chiroyli narxlarni qo'yib beramiz dedilar. Videoni oxirigacha ko'rib, like nayamindirasiz obunachar. Bu video обязательно like basmasazlar bo'lmaydi. Nechun desa hamma tushunadigan original aksiya aytib beramiz. Obunachilar bizada narxlarni bilasizlar. 250lik bor, 300lik bor, 350lik bor. Bugun hamma gilamlari aksiya qo'yib beramiz. Dukanimizda eng qimmat g'olini Ağabek 155 ming so'm aytib beramiz. Ha bundan tashqari men bir gap aytdim, 4 xil narx qo'yiladi dedilar. 4 xil narx qo'yiladi. Aytganingning eng arzoni 49, 99, 139, 155 ming so'm narx bo'ladi. Eng qimmat obunachilar undan qimmat gilam bo'lmaydi dukanimizda. Xudo xolasa Ağabek bilan bir qator tushuntirib beramiz. Sizlar bilishlaringiz uchun oddiy, oson yo'lini aytdik-da. Qo'shib berimiz, boshqa aytib berimiz, qo'shib bersak sal qimmatroq chiqib ketadi. Shuning uchun narxlarni eng arzon aytib, hamma shu Roza Ramazon oyi uchun arzon, hamma zo'r gilam, iranskiy gilamlarda o'tirsin deb zo'rlarni aytib bering. Sizga pash beramiz. Bizda da hozir yangiliklar keldi, Ağabek. Sana birinchi yangiliklarni tushuntiraylik. Bu toza yilni narsalari, metrajlarimiz keldi yana. Xalag'ani kachistasi eng zo'rlari 180, 190 ming so'm sotilganlarni barchasi 180 ham bor ichida 190 ham bor. Unda aytib o'tiramiz 139 ming so'm. Bu yana bo'tma. Eng qimmatından bir pesi bo'ladi bu. 139 ming so'mdan yana qatoridan ketaveradi. Qara. Birsini tutib turib bıçça deb o'tirmaydilar. Xalag'ani 139 ming so'mdan bo'ladi. 43 dostavka ustoz. Hamma vaji içinde bo'ladi. Hozir odamlar so'rashi mumkin, kuri qimmati bormi, 139ligi bormi? Yo'q, bu emas. Bizda eng arzoni 49 ming so'mdan boshlab 155 ming so'mgacha bor eng zo'rlar. Iranskiy gilamlar. Ham bir dona kamejlar bor, ular ham boshqacha skit ketib beradi. Ketdikmasa, esa yayib boshlayamiz Ağabek. O dengel. Keyin davomida qachongacha amal qilishini ham aytib beramiz. Ava. Bizda hozir Madonna'nın kaçıstosu zorlarından bu. Dımağını ütüləcəkkenimiz biləsən Ağabek. Kaçıstosu zor vəclərdən ikkəlamiz. Çisti firmanın qalısı, orijinal, saçaqlı, kojalı. Bu giləmlərimizi biləsən 75-80 ming so'm satıb oturmuş. Hazır işini yine bir kvadratını 49 ming so'mdan beramiz. 49 ming so'm. Bunun narxda doğrusu giləm yo'q. Mesela kalkulatından məkəvər pulundan çıxartıb berəm. Palasta bo'lamasliklari uchun sifatini ham tanishtirib o'taman endi. Köpçüliginde 49 erzan palasta bo'lamaslik. Ağabek, bu narsa chisti do'qilgan, arkasi rezinka vajlar ham bor, ekkanma, u g'olib emas u. U prosta podarka, ne ashlari mumkin. Buni pulini ham chiqarib o'tib ketadi. 49 dan ko'paytirib ko'radi, ko'p odam aytmaydi. 5'e 3 hang? Bu 5'e 3 15 kvadrat, ko'paydan 49 ming so'm. İşi durishi 735 ming so'm.
Bir gilam. duruşu 1 gilam 735 ming so'm. Buni 2 ga ko'paytirsak 1 million 400 1 million 300 bo'ladi. Bunda etpem satsak ham bo'ladi, lekin to'g'risini aytib satganimiz yaxshi. 3'e 5'ini kvadrati 49 ming. Kvadrata satsan yaxshi. İzini top berib bilamizmi? Buni liboy razmeri bor, 3,5'lik bor, 4'lik, 4,5'lik, 5'lik hamma razmerlari bor abi. İkinci etajimizda turibdi. Buni ham oxirida ko'rsatib beramiz obunachilarimiz uchun. 735 ming so'm chiqdi-ku. Qarab bo'lni shu 35'larini ham olib tashlab 20-30 quloqlarini ham olib tashlaymiz, xudo xolasa kelsa. 700 ming so'm qilib beramiz. Ava 700 ming so'm qo'yib beraman. Keyin buni bilasan, kachествоsi ikkinchi kachество o'tamiz. Bu 49'ligi, keyin 99'lika o'tamiz. 99'liklarni bilasan 150-160 ming so'm sotilgan turetskilar. Gabandan kachествосini etiketkasini ham ko'rsatib beramiz. Bu uji koja, sochar. Bu uji premium kachествоda ayni. Qara. Etiketkalari, g'olini o'zini guli ham bor, ham o'zlari bor. Biladi obunachi olgan odamlar endi narsa uzrli 140-150 olgan odamlar. Lekin hozir shu Roza Ramazon oyi uchun xudo xolasa buni aksiyamizni 99 ming so'mdan qo'yib beramiz. Buni gulini hamma razmerlari, hamma gullaridan bor. Yayber bu gulni 99 ming so'mdan. Ava. İşi duruşu 1 milyon 480 ming so'm pul bo'ladi, Ag'abek. 5'e 3. Ava, 5'e 3. Oh, bardo'ysiz-ku. Bardo'yisini. Qara. Gilam. Ko'p odam oqdan qo'rqadi. Ondan doğrusu beri balllarım, baxtıklarım, kir bo'ladi, boshqa bo'ladi dedi. Buni ham qimmatroq satsak bo'ladi. 130-140 ham satsak bo'ladi. Lekin shu aksiya deb chiqdingmi, video chiqqaningdan keyin shu xalq aytsin shuni haqiqiy aksiya ekan, yolg'on ekan deb gitmasinlar do'konga kelgandan keyin. Shu 99 mingni 99 mingni. Geladidan 4'e 5'i bormi, 4'e 6'sı bormi, liboy razmeri bor. Geladidan 99 ming so'mdan ketaveradi. Zo'r. Hammasi bor. Üstüne 1000 so'm qo'yamiz. Jalol aka, shuni masalan 139 deylik-ku. Ava. Shuni izini masalan 7'ye 3, 7'ye 4, 6'ye 3, 5'ye 3 yarım bor. Hamma o'zi bor. Ag'abek, nechki razmer kerak desa, mo'a telefonda chiqsalar ham bo'ladi. Ishini razmer kerak mo'a desa, men telefonda aytaman, kelavering bor deyman. 99 ming so'mdan xalan razmerini oladi. Uzoq yerdan kelsangizlar bunacha ehtiyoji bir telefonlashib keling-da. Yayber. Qara Ag'abek. Mesela az bir dana g'olini 99'a tushirib klient chaqirjakim yo'q. Ay, to'xtang, uzr. Teyindagi 139 men 99. Yo'q, 99 bo'l, Ag'abek, hali 99'ga aytib turibmiz. Ava, o'zim kelgandan keyin ham aytib beraman. Bir g'olini arzon skitga tushirib chaqirib oljakimiz yo'q xalqni. Menda 99'a tushgan g'olidan bir 50 xil vibri bor. Hali 99'likning ichida 139'ligi bor, 155'liklarni sen oxirida ko'rasan o'zing. Bu 99'lik, to'g'rimi? Bu 99 ming so'm. Yayman ham 99'liklar bular. Obunachilar saylab oladi, o'yin yerine geldi. Chishnab o'tirib, saylab divonda ikkalanmay o'tiradidan chishnab bo'laveradi. Buni zolima deydi, buni dalanima deydi, buni spannima deydi. 99 ming so'mdan. Mesela gelişilgen narxdan o'sha bu. Lekin qaytib bo'lmaydi, ustunda kvadratında qaytib bo'lmaydi. Quloqlarini achish mumkin. 5 ming, 10 ming, 50 ming bo'lsa achish mumkin, lekin narxidan qaytib bo'lmaydi. Hem bir yerini aytalı, ko'p odam dastavka so'rab turibdi. 5 milyondan o'tsa, 5 milyondan o'tsa dastavka etib beramiz. 5 milyon. Nechun desa, hozir bu o'zini narxidan ham tushirilgan. Foydasiz berib turibmiz. 5 milyon etmeli, dimmoqda 4 milyon etali. Bo'ldi, sen gapingga hech qachon sindirimiz. 4 milyondan o'tsa, dastavkasi, ustanovka, kirib tikishlari tekin bo'ladi. Nechun desa, Ag'abek, narxlarni o'ta arzon aytib qo'yib turibman. Narxlar shuning uchun ham arzon. Hem yana bir bonusim bor. Bu o'zlarimizdan her videoda bir vech qo'shamiz. Musofirda yurgan, musofirdan olayotgan odam bo'lsa, 5 milyondan o'tsa 1-3-2'lik mendan, zo'rimdan, 10 milyondan o'tsa 1-3-4 mendan. Bu g'oliga pulina alakası yo'q. Bu hozir aytgan narxlarimizdan tashqari. Shu narxni ichida bo'ladi, shu narxda oladi. O'tganing uchun tolka musofirdagilar uyindagini versam bo'laveradi, telefon orqali gaplashsam bo'laveradi. U nachun desa chetda yurgan odam baribir qiyinchilik narsani aytib beramiz. Esa $130 dahshatina. Svetlar ham, nelar ham. O'zing kachествосini bilasan-ku bu narsa. Bu uji ipak. Bular uji ipakning yaxshisi, ya prostoy, original, nima xil emas. O'sha ko'rsa sherstin bo'lib turadi-da, bang. Ava, kachествоsi zo'r xilisi. Yana, bu original xilisi. Buni originali bilan prostoyni shu yonida solishtirib beramiz o'zlarimiz. Mana bu narsa. Yandan keyin yonishini qarang. Razmeri 5'e 3 mi, 6'a 3 mü? Bu 3'ga 5,5 degan. Buni razmerlari evvel standart yemasadi. Hozir liboy razmeri geldi, Ag'abek. Svetlar ham zo'rlari geldi. Hali hech kimda yo'q, gulini ham yayading. Bular 139'lik, ha? 139 ming so'mdan. Keladilardan to'g'ri ishi g'olina masalan 3'ga 5,5 qimmat chiqmaydi, Ag'abek. 3 ko'paytiramiz 550, 16,5 kvadrat. Ko'payib 139 ming so'mdan. 2 milyon
290 ming so'm, 2 milyon 250 ming so'm berk koyarsan. Gördün bir ullu xonasini. Ena. Zo'rini oladi lan. Toza güllüsü. Sini. Hozir bizning narxda bir yerinde utadılar. Mesela bu sel eldirak gengülku. Hava. 139 ming ku. Bu toza genen 139. Lekin bozorda o'zi etap deymiz bu. Evvelgi genni arzon berib, toza genni qimmat beradi. Lekin bizda bir xil narx bo'ladi. Ha. Qimmat arzon gelami, qimmat gelami shu narxi bir xil. Zo'ri bo'lami, qalini bo'lami, hammasini aytdikmi, va'da etdikmi, shuningina ketadi. Bir xil narxda. Yangi gen 2026-yil modasi bu. Ava, bu kачествоsi вообще zo'rni. Bu narxi 139 ming. 139 ming so'm. Razmer bor. Razmeri bor. Zo'r, aha. Endi biz hozir jamoa bilan o'ylandik. 180, 190, 200 sotilganlarni 155 dan qo'yamiz deb o'ylandik. Lekin unda etmeyecekmiz. 139 dan qo'yib berecekmiz. Hozir ularni bir tarafa yayib ko'rsatamiz. Ağabek bu gilemlerimizi doğrusu şöyle yayıp veremiz hozir. Bu gilemlerden faydalanaman deb 170, bar 160 satsaman boladı. Kalınlığı şuna layık nerse. Lekin şu halk üçün, abunaçılarımız üçün hem muaxşı 111-ci dükkan arzan ve yaxşı ve çıkarıp hem arzan et koyadı deyen üçün. Şuna kara. Kaçtıvasını düşüntürüp vereme. Özüm hem düşüntüreyim. Nağ çisti kalın vursar 2 cm saçaklar hem ikili saçak. Orijinal nerse boladı. Doğrusunu 160 ama hazır indemi satıp oturtma hazıram. Lekin şu aksiye 10 gün koyamız mı, 2 gün koyamız? Yok 10 gün bo'lmaydi. Şu Roza Ramazan ayı başlayınca koyup beramiz. Buldu. Başlayınca Roza Ramazan ayı başlayınca koyamız. Seni abunaçıların için. Bu nerseni izine yetiriş kıyın ku, bilesen ku. 19 saat oturmalı. 20 fevralça gider. 20 fevralça yetirip verse ve de veremez. Şu narxda veremez. Xudo xolasa 139 mingdan yay. Gitti abunaçı. Gitti yine. Bu gala kara yengilik ağabey. Körpeçe diyoruz Vece kara dım zor nerse. Süvetlerine kara. Yine narxlarına kara. Vapşı zor nerse ağabey. Bu nerselerini 139 ming so'mdan doğrusu özlerimizden satmağımız. Hazıram satıp bilmeydi eşkim. Doğrusu burada yani söylemekten. Lekin satıp bilmeydiler. 139'dan bizeden geledilerden. Nahvıla xalasa plastike gelip haritete verediler yine. Yine. Tek hiç şuna kadar. Kaçısına kadar. Yine vapşı zor nerse. Yine bir xil süveti bağımın. Adamla mesela bunu zalıma taşıman, bunu dalanıma taşıman dese bu süvete kadar. Yine. Niçik? Kiri çangı bilinmiydi. Vapşı bilinmiydi. Hemmesi azı kaçısını bir xilini ait tutma. Orta sintetike, paddelke, dik durganım yok. Hemmesi orijinalı yine. Saçakını ayttım. İkili saçak mı? İkili saçak. Ve de ber tutmamı kalınlığı ikilik mi? İkilik. 139 ming so'mdan üstüne 1000 so'm puluz gerek miydi? Gelesiz 4 milyon ağabey aytgan için ötdi. Dastavkasi, ustanovkasi, gilemlarni agar lishniroq yerlari bo'lsa kesib, tikib ham o'zi ichinde. Lekin yonib turadi mo'ja ekan qarang. Ikkan boshi oqarib, o'rtasi to'mlashib turadi. Zo'r narsa ağabey hali bu ish emas. Endi ko'rasan, g'alalarni aytdim-ku 250-260 ming sotilganlar. 155 ming so'm obunachilar endi o'tiringlar. Divana oturumlardan 250-220 algı adamlar yürekleri tutup oturumlaydı. Ne için dese 155 ming so'm açtı. Az bunam yayıp gösteremiz. Ese bula 220-230 kur baka çişir türtü de bolamasın. Abunaçılar videoda qalın renklerini az yayıp veremiz. Bu qalalarda bilesen aksiyet köp aldıradılar. Ben kızıl aldıramam. Ne için dese kızılam başka vez duradı da öyle. Modadan kam idi, kaçtısı zor. Troya'dan gönderdik bu. Bu Troya'dan hem kalın bir işane ver. Yok hazırlaşmayın. Gene saçtırıp veremem. Troya'nın yanına yayıp veremem. Troya'dan hem kalın bak abi. Kaçtısını görtürtmüsən bunu yine tiyi açıladan vereceğiz bu. Kocalar hem Arapça yazılgan beşlik koca bolar. Kaçtısı vapşi dehşet nersen. Toktan. Bunu 7'ye 3'ü var mı? 3'e 7, 3'e 6 yarım, 3'e 8'e çaba. 3'e 8? 3'e 8'e çaba. Məni belent bolum 3'e 7, 3'e 8 dese 3'e 8'inde 3 tane gül bolub düşərdi. Xoş ray bolsun. 3 tane gül? Ava, lekin sel ağırlığına qıynalmaydılar. Yuğanda berbaz yuvadan köpek getdi özləri yuyub beraber. Bir şeyle etse çıraylı boladı. Ha öyden hiç duruşunu biləsiniz bu ajını? Ve cakara süvetlerine. Siz Razmer tapışda muamma etmeseniz oldu indi. Vapşı zor süvetleri bak ağabey. Bu süvete kara. Mende raznası etni zor vezle bayna. Mınam kalınlığı. Troya'dan kalın 100%. Köpinçe aklını çoğmaydılar biləsiniz baka kiri çangı üçün. Berber Xarazmda yine görtürsən kar yağdı yine hem yer lay bak kaldı. Berber görüşünü teyinde boladı, çang boladı, başka boladı. İbu vecle yine çisti özüne aytadı ongile. Açık süvet, osman süvet, kül renk süvet, kızıl süvet, hemme süvet aralaşkan universal. İbini doğrusu aytaman teyindeki kızılını 240 ming, 220 ming satkan. Hazır zavut tamandan bizlere aksiye verdiler. 155 ming so'mdan üstüne 1000 so'm pulları gerek miydi? Xalasan bunu alsın, xalasan onu alsın. İbu vece karasan İbu. 285 ming so'm satılgan
satılgan Agabek 285 ming so'm. Etiketkalarni ham ko'rsatib beraman. 285 satılgan endi 285 ming so'm, 155 ming so'm, yarım bahasına yakın kaytılgan. Narxına qara. Kachествосini bir o'zini durishuna qara. Lekin Gilemmisan gilemlekin. shu vajda lekin O'zing ko'raver. Buni teyinsa hech narsa tashlab o'tirmagan Hech kerakmi? narsa kerakmidi, ko'rpasa kerakmidi. Yani ko'p odam aytadi-ku, bir o'yina borganda oyog'im girib ketdi deydi-ku. Ishini g'oli, pullaringiz kam bo'lsa ham kelaveringlar endi. Ko'p odam nasiya olaman deb yuribdi-ku. Nasiya olmaysizlar, naq pul olasizlar, zato yarım bahasından tushtirdi. 4 milyon olmaydi, 2 milyona zo'rini olib turdi. Arzon oladilar. Arzon oladi. Yaxshi. Keladidan naq pul beramiz. Endi shuni moloshinisini ham oldirdim. Uni ham ko'r. Og'a bulardan razmer baqi. Hamma razmeri bor Agabek. Kachествоsi nasi? Bu suyet akarang og'a. Bu suyet akarang. Qara. Buni ko'p odam o'z kvadrat aytib yozsa, o'zincha so'ma chiqadi deb. 3 milyon, 2,5 milyon ham bormaydi bu qara. 12 kvadrat, 3'e 4 ku. Ko'paytiramiz 155 ming so'mni. 1 milyon 860 ming so'm. Bu eng zo'rlardan. Qo'shaq dinlerse alt turibdi, eng zo'rlarından. Doğrusu da onun artık çeteli. Gelinglar obunachilar, dim onlayn savdoya taslaysiz bo'lsa, kvadratları ma'lum, uyingizga borgandan keyin pulni bersaysizlar ham bo'ladi. Ha, uyga borgandan keyin. Shu uyga borgan necha az beri kelib ketilmaydi, boshqa ketilmaydi. Doğru uy g'olini rasmini screenshot tashiydi Telegramdan. Nomerlarinizni qo'yib qo'yamiz. Doğru olib borib, hamma o'zlarini taxlab beradi. Qish tikish hammasi pochti 2 dan asti bo'ldi o'z menimcha. 2 dana kelamasalar o'zi normaga yetadi. Ava, azı evvel 2 milyona doğrusu yupka takır vecalar. Lazı 2 milyona barmin durdu, lekin kalın vezli alıp durdu. Jalbek abi arkansida durgan bu gül. Bula kara, Agabek, bularım hemmesi şuningin, bula ştuklıdan tayar geledi. Bir dana geledi. Bulanki bilesen 5 milyon, 5,5 milyon so'm satılgan gilemle, halağanı, bulanam şunu, yani ahırda aytdım ki başka yengilik etip berim. Bulanı tutkanını 50% kit etip berim. 5 milyonluk bolsa 2,5 milyonla halağanını tutkanını berim. Tutkanını ne dağa? Tutkanını, men o tutup oturup ya bir özgərtirim ben halası. Jalbek videonun şunu başına koy vereme, yarı bakasına koy ver, yarım bakasına vereme, iş öden tartıp yine, iş öğretecek gelsinler, halağanı yine 5 milyon so'm satılıp durgan bula tenepene gilememezli ki. Kaçtılar zorlar. 5 milyonluk 2,5 milyona beremem. Yimda çisti İranskiler var. Bu hatarını bir gösterip ver. Ava. Bu İranskilerin ki 6 milyon satılgan 3 milyondan gitti. Halağanı. Üzü seyleyip yayıp Kuşboy xidlerin 3 milyondan gitti. Halağın nasıl? Tutkanı. İmakar Agabek. Kolunu dıkadın şuna. Abi giremek. Neden girdi? Görüntü tuttu bunu gülünü dönüp Bu şey kaçtısı zor. 3 milyonuna alıversin. 6 milyona gerek miydi? 3 milyonuna. Razmerlerin içinden çeye cevap eder. Bulanki 3'e 4, 3'e 5. Bulanki bitti açıp döşeş gerekten. Kanalan açıp döşeş. Bular hem şu 3'e 4, 3'e 5. Bulada katta razmer çıkmıydı. Standart 3'e 4, 3'e 5 çıkardı. Ne için dese bulan laminat cayende etip, hoşra etip, döşek koyasla. Appak laminata, appak gilem etip, hoşra etip koyarasla. Ki yine yengilikim ba, Agabek. Men de bir dana galıla ba. Tehran'da yengilemni yadında boza bağışla çıkarar edik. Kvadratları 240-250 ming so'mdan koyuverdik. Tehran, adını bilesen, kaçtısı bilesen. Ya bu nasıl? Ya yaman zeyl yok. Görsünler yine. Kanlılık vursu belen tamın. Bu ipek bilsen yupkarak buladı ku. Bu ipekni hem kalın etip işlengen, hem ipek etip işlengen. Vursu belen. Vursu düm belen, kaçtırsam kolunu uçlasan kolunu dolduradı. Argıla dinemez. Uşlak görenin. Şunu ayttım ben kazı. Bakın bu nasıl tutas ku, kolu zayımak aytkanını iledik kola. Baştaki adam uspite tıkkaladı. İşöde kağanı ba, yine işöde bir 10 danası ba. Yine. İşte 10 danası var. Kvadratını aytamam, ben birini alsan birini koşup verem, başka demem, kvadratını aytamam. Özünü gen bahası 185 mindən gen. Gen bahasından faydasını çıkarğamız 140 mindən etip verem. Seyleyeni 270-280 min so'm satılgan. Ya, 140 min so'm. 140 min. Biz 4 qildan qaytamızda va'da berdik. 139 mu? Bo'ldi yine. 139. Tehranam, adınam gösterip bereli. Köp adam net bulmadı. 139 mı? Tomarisi. Bu Tomarisi 139 min so'mdan gitti yine. Tomaris. Razmere karanglar 3 metre 5 metre. Tomaris orijinali. Gitti. Az başka düşanlarda menimçe bir 400 min so'mdan 350 mingdan durttu bu gilen doğrusu. Yanıp dursun hazır 139 mingdan Agabek lekin. Sochaqli, ko'jali, sifatli engilon ise arzon naqd qalaman degan obunachilar videoga bir like'ni bosib, yakunlansa jo'natib qo'yarasiz. Tomarisni metraj varianti ham gen
Buna qaranda səlginə yupqaraq boladı, lekin dalanlara xoşray chiqqan. Mana 139 qoyamiz deb turadik. 99 mingdan getdini. 99dan metraj ipaklar. 99 ming so'mdan. Bu ipakmi bu? Bular ipek, aralash, paxta bilan aralashgan. Tutmaydi, ipakdan tutdi. İpek bilan aralashgan. Kачествоsi вообще zo'r. Yon turganda shunda tutma. Bunacha men endi buncha opit emasman. Görünə abi. İpek bilan kombinatsiya etib ishlangan, kачествоsi zo'r. Ulan zavod ham kojasi ham bor. Ko'p metrajda da bilasan, koja bo'lmaydi-ku. Yana bularda koja ham bor. Koja 99 ming so'mdan. Ava 99 mingdan lekin kojalı hem ipek gilamlarimiz. Detski komnatalar ham bor ekan-ku. Detskilardan bir skitga etib beraymish ulan. Qani? Bor getdini. Obunachara. Bular ham 50% skitkasini etib beraman. Shtushni urib bering mana. Shtushni urib beraman. 1 milyon 410 ming so'm. O'ni kerakmidi? 1 milyon 400 bo'lsa 700 ming so'm beraversinlar. 650 ming so'm o'zlari ketadi. Bo'ldi, getdi 650 ming. Yo'q, 700 ming so'm o'zi yarim bahasında getdini. 650 bering, 650. Yo'l puli bilan 700 oladi. Bo'ldi 650 ming so'm Og'abek. Getdi. 650 ming so'mdan necha dona desa bor. 3'e 4, 3'e 5 hamma razmerlari bor. 650 mingdan kelsinlar da olib ketaversinlar. Yo'q, dastavka etib ber desa, dastavkalar ham ichida. Aynan. Komnatalar uchun, ang. Bolalarning komnatasi. Вообще zo'r, kачестволар ham zo'r. Diniqligina qarang, buni narsa nima qarang. Yupqa vaja emas, lekin ya bog'chalarda do'shalgan vaja emas bu. Kачествоsi hib variant. Yevropalaska. Bu shuning xili emas, qalin, чистый naq xili. Qog'ozdan ham ko'rsatma. Shaggidan sal minroq ekan bu. Aynan. Disney degan ekan. Shagginam yodim olsa berding. Shagginam tushirali. 159 ming so'mdan o'tgan videoda qo'ydik-ku. 159 dan. Gerekmidi 159 ming. Super Shaggy Pro Max shaggisi oldu. Getdi. Worse eng original super shaggisi, eng zo'ri. 200 ming, 210 ming ko'ribsizlar. 139 mingdan kelasizlar, saylab olib ketaverasizlar. Super shaggilar hammasi. Xalaqani birsini o'rningda o'tiramiz, arzon qimmatda o'tiramiz. Ishidan keladigan saylanni 139 ming so'm. Kvadrat, ang? Kvadrat metr. İşi yine duruşu mesela bir spalniye yarımına yetadigan bo'lsa, yani bir 200 ming, 250 ming pul chiqadi. Spalni xonalara, oshxonalar ham zo'r ketadi. Вообще zo'r bo'ladi. Вообще zo'r bo'ladi. Bu gazondan ham bo'ladigan varianti bor, detski komnatadan ham bo'ladigan ham bor, hammasidan bor. Bu avalnilar ham bir skitcha tala, avalnida hali ko'p odamda buncha ilim skitchalik narsalar yo'q ina. Qani? Ina. 350 ming so'm sotilgan, Jasillardan 250 ming, 200 mingni olaversinlar. Avalnilar. Ko'r, avalnilar har xilisi bor. Bu ham mebelni oralig'ini qo'yib bersa chiroyli turadi. Bu o'zi döşidan odamlar o'zi tushunib boshladi bu narsani. Har xil razmer, har xil svetidan bor. Nechasidan berasiz? Aytib turibman-ku 450 ming, 400 ming sotilgan, 250 ming so'mdan berib beraman. Tutqanimi? Tutqanini, xalaqini. Bu mena 250 ming so'mdan keladi olaverasiz. Ustlardagi hammasi shundaymi? Yo'q, bulardan endi kattalari bor, teyinda bor, ululari bor, 700-800 mingliklar bor. Nemini razmerlarini aytib turibman. Ustundagi hozir chetlari tashiydigan razmerlar. Tushunarli. Bir yarim mashina razmerlar. Ko'chada menda metrajlardan topundan qog'ollari bor, 4 metr, 5 metr. Gel shuni bir ko'rsatib beraylik. Hopsin, arzon berman istan. Arzon berib beraman. Yana ko'chalarga mer qor erib yotdi. Ishida xalaqanini 40 ming so'mdan berib beraman metrini. 40 ming so'mdan. 40 ming so'mdan metrini. Kime to'g'ri kelsa bu? Kime to'g'ri kelsa, bor razmerlari zo'rlari bor, 5 metr, 6 metr. 40 ming so'mdan. Buni ichida yana 100 mingdan sotilganlari bor, 160 mingdan sotilganlari bor. 40 ming so'm keladilardan. Prosta bu, ne desem bizden ham qolgan foydasi chiqib qo'ygan 40 ming so'm. Saylayni buni savdolashib o'tiramiz 40 mingdan beramiz. Bu zina joylarini, koridorlari eng yomon gitsa kerak. Hamma o'zlarini chot ketib zutib. Top olmaganlar bor, dasha bunacha skitga o'tibdi bu yerda. Kelaverasiz. Aha. Esa shu bilan kutib qolamiz. Odamlar ham qimmatli vaqtini olmay. Ish vaqti xudo xolasa 7 kun ishimiz haftasini kelaveradi. Azongi 9 dan kechki 7 gacha shodamiz. Telefon nomerlarini ekranda qoldiramiz. Albatta videomizga bir like ni bosib, yaqinlaringizga tarqatib qo'yinglar. Aksiyalardan xabardor bo'lsinlar. Asad Jalbek aka sizga madaniy rahmat. Chegirma aksiyalar uchun. Narxlarni e'tibor etinglar, aldanib qolmanglar. 111 da yana xudo xolasa halollik foydadan ustun. Kelaverasizlar.